Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Dinshunoslik fanidan bugungi mavzuyimiz dinshunoslik fanining predmeti maqsad va vazifalar deb nomlanadi. Ushbu mavzumiz uchta o'quv savolidan iborat. Birinchisi dinshunoslik fanini o'qitishdan ko'zda tutilgan asosiy maqsad. Ikkinchisi dinshunoslik fanining boshqa fanlar bilan aloqadorligi. Uchinchisi dinlar tasnifi. Avvalo dinshunoslik fanidan o'qitishdan asosiy maqsad nima ekanini ko'rib chiqamiz. Dinshunoslik fani dinni tadqiq qilish yoki ko'rko'ronani maqtash maqsadida emas, balki dinni tarixiylik, xolislik asosida turli xalqlar hayotida tutgan o'rnini ilmiy jihatdan ma'naviy hayotning bir bo'lagi sifatida yondashib o'rganadi. Mustaqillik davrida milliy va diniy qadriyatlarning xalqqa qaytarilishi bilan birga jahonda mavjud xalqlarning dinlari haqida keng ma'lumot olish, ularning qadriyatlarini o'rganish imkoniyatini yuzaga keltiradi. Dinshunoslik fanining vazifalari nimadan iborat? Avvalo, dinning jamiyatga ijtimoiy, ma'naviy, ruhiy ta'siri haqida bilimlar berish, ibtidoiy diniy tasavvurlar, milliy va jahon dinlari ta'limotlari haqida ma'lumot berish, dinning mohiyati va uning kishilik jamiyat taraqqiyotidagi turli tarixiy bosqichlarda tutgan mavqei haqida tushuncha berish, dunyoviy davlat va dinning o'zaro munosabatlarini yoritib berish, dinning aqidaparastlik, ekstremizm va fanatizm kabi salbiy illatlar mohiyatini yoritish va ularga qarshi g'oyaviy immunitetni shakllantirish, jamiyatni ma'naviy jihatdan kamol toptirishda diniy qadriyatlarning ahamiyatini yoritishdan iborat bo'ladi. Dinshunoslikning sohalari mavjud. Quyidagi shu sohalarni ko'rib chiqamiz. Avvalo, ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan soha bu din fenomenologiyasi. Fenomen namoyon bo'luvchi degan ma'noni bildiradi. Dinning ko'zga ko'rinuvchi, tashqarida aks etuvchi jihatlarini o'rganuvchi ilm sohasiga din fenomenologiyasi deyiladi. Din fenomenologiyasi tarixiy shakllanishlarni e'tiborga olmagan holda diniy fakt va voqelikning bizga namoyon bo'lgan jihatlarini asosiy o'ringa ko'taradi. Turli dinlarning ibodat va marosimlarini, muqaddas joy, zamon, narsa va shaxsiyatlarini tadqiq qilib, mushtarak jihatlarini topishga harakat qiladi. Din fenomenologiyasi diniy tuyg'u va bu tuyg'uning ko'rinishlari deyarli butun dunyoda bir-biriga o'xshashiga ishora qiladi. Barcha dinlarning asli va g'oyasining bir ekanligini isbotlashga harakat qiladi. Din sotsiologiyasi nima? Din jamiyat munosabatlarini, bu munosabatlar ortidan kelib chiquvchi voqea hodisalarni o'rganadi. Shu tufayli bu ilm sohasi ijtimoiy diniy muassasalarni, dinning davlat, xalq, oilaga nisbatan munosabatini, din sohasida yuzaga keluvchi ijtimoiy voqea hodisalarni, turli din jamoalarining jamiyat bilan bo'lgan munosabatlarini asosiy mavzu sifatida tadqiq qiladi. Din psixologiyasi. Din psixologiyasi insonga oid bo'lgan diniy hayotning turli jihatlarini psixologik jihatdan o'rganadi. Din psixologiyasi dinning psixologik jihatini, shaxsning diniy tajribasini va bu tajribaning turli ko'rinishlarini bayon qilishga harakat qiladi. Dinning inson ruhidagi asosiy xususiyatlari, xatti-harakatlarga bo'lgan ta'siri to'g'risida atroflicha to'xtaladi. Bundan tashqari din falsafasi nima? Din falsafasi dinni falsafadan kelib chiqib tadqiq qiladi. Bu tadqiqot asnosida aqliy va betaraf yo'l tutadi. Bu ilm turi qandaydir bir yaratuvchi kuch e'tiqodiga falsafiy bir asos topishga harakat qiladi. Din falsafasi sohasida faoliyat ko'rsatuvchilarning maqsadi dinning haq yoki botil ekanligi masalasi bilan mashg'ul bo'lish emas, diniy hukmlarning mantig'i va mohiyatini ochib berishdir. Din falsafasi dinning mohiyati, insonning diniy haqiqatlar bilan bo'lgan bog'liqligini o'rganadi. Umuman olganda dinga qanday ta'rif berilgan? Din arabcha dana fe'lidan yasalgan bo'lib, kimgadir bo'ysunmoq, bo'yin egmoq, itoat etmoq, kimdandir qarzdor bo'lmoq, e'tiqod qilmoq, qilgan ishiga yarasha mukofotlanmoq degan ma'nolarni bildiradi. O'zbek tili lug'at adabiyotlarida din ishonch, ishonmoq, e'tiqod, mulk,
hukm, hisob, jazo, tadbir, bo'ysunish, itoat qilish, ibodat, parhez, yo'l tutish, odat qilish, e'tiqod qilish ma'nolarini bildirishga keltirib o'tilgan. Bundan tashqari dunyo xalqlarida religiya ham deyiladi. Religiyaning mohiyati demak diyonat, dindorlik, taqvodorlik, xudojo'ylik, mo'minlik, taqvo, muqaddas narsa yoki joy, qadamjo, ziyoratgoh, ibodat, topinish, sig'inish va u bilan bog'liq diniy marosimlar degan ma'nolarni anglatadi. Yangidan to'plamoq, yangidan tanlashga kirishmoq, qayta ishlab chiqish uchun oldindan sintezga qaytish ma'nolari ham mavjud. Olimlar muayyan e'tiqod din deb atalishi uchun 3 asosiy xususiyatga ega bo'lishi lozimligini ta'kidlaydilar. Birinchisi, g'ayritabiiy iloh yoki ilohlar haqidagi tasavvurning mavjudligi. Har bir dinda topinish obyekti Xudo bo'lishi shart hisoblanadi. Ikkinchisi, Xudo bilan insonlarni bog'lab turuvchi kult yoki kultlar majmuasi. Yaratuvchi bilan insonni bog'lab turadigan ibodat va marosimlar majmui. Qurbonlik, ro'za bayramlar kult deb ataladi. Uchinchisi esa e'tiqodchilarni o'zida jamlaydigan diniy tashkilotlarning mavjudligi. Diniy tashkilot bu bir din izdoshlarining jamoaviy ravishda o'z diniy rasm-rusum, ibodat marosimlarini o'tkazadigan, diniy ta'lim oladigan muassasalardir. Bu islomda masjid, madrasa, xristianlikda cherkov, seminariya, yahudiylikda sinagoga deyiladi. Bu to'g'risidagi ilk ma'lumotlarni qadimgi Gretsiya va Rim yozuvchilarining asarlarida ko'rishimiz mumkin. Gerodot o'zi tadqiq qilgan xalqlarning dinlari haqida ma'lumotlar keltirgan. Islom olamida ham dinlarni o'rganish bo'yicha tadqiqotlar uzoq tarixga borib taqaladi. Milodiy 7-8 asrlardayoq diniy tortishuv, munozaralarni o'z ichiga olgan maqolalar 8-9 asrlardan e'tiboran esa boshqa dinlarga raddiyalar yozila boshlangan. Keyingi asrlarda esa al-Firoq, al-Rad, ad-Diyonat, al-Milal yo'nalishidagi adabiyotlar vujudga kelgan. Zamonaviy dinshunoslik esa 1,5 asrga yaqin davrga borib taqaladi. G'arbda zamonaviy ma'nodagi dinlar tadqiqotlari Max Müller tomonidan boshlab berilgan. Olim 1856-yilda qiyosiy mifologiya va 1870-yilda nashrdan chiqqan dinlarning asosi va shakllanishiga oid dars baholari nomli asarlari bilan boshqa dinlarni tadqiqlashga yo'l ochgan va kattagina e'tibor qozongan. O'zining Sharhning muqaddas kitoblari tarjima silsilasi asarida u ilk bor religio so'zini qo'llagan. 19-asrning ikkinchi yarmidan boshlab dinshunoslik sohasida olib borilgan izlanishlar shakllangan. Bu davrda turli mintaqalarda zikr qilingan sohada bir qancha mutaxassislar yetishib chiqqan. Dinning funksiyalari. Dinning bir necha funksiyalari bo'lib, ulardan quyidagilarni ko'rib chiqamiz hozir. Birinchisi dunyoqarashni shakllantirish, ikkinchisi legitimlashtirish, legitimlarni olib tashlash, keyingisi madaniyatni targ'ib qilish, integratsiyalash, dezintegratsiyalash, kompensatorlik, kommunikativ hamda regulyativ funksiyalari mavjud. Dinning funksiyasi hamda roli bu ikki xil tushuncha bo'lib, dinning funksiyasi deganda bu dinning jamiyatdagi harakat usulini tushunadigan bo'lsak, dinning roli deganda bu funksiyani bajarish natijalarini jami yig'indisi tushuniladi. Din inson, jamiyat, tabiatga nisbatan aniq bir qarashlarning turlari mavjudligi tufayli amalga oshiriladi. Din hayotni ma'lum nuqtai nazardan tushunish, dunyoni kuzatish, dunyoni his qilish, dunyoviy munosabat, diniy qarash yaratganga nisbatan eng oliy tuyg'u va mezonlarni belgilaydi. Uning kompensatorlik funksiyasi odamlarning ongini qayta shakllanishini, ham turmushning obyektiv shart-sharoitlarini o'zgartirishdagi cheklanish, qaram bo'lish va ojizlikni to'ldiradi. Ruhiy erkinlik orqali real jabr-zulm bartaraf etiladi. Ijtimoiy guruhlar gunohga botish va azob chekish borasida teng huquqli